Ahmoqdan qoch. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hazrati Iso alayhisalom tog' tomonga shoshilgancha ketardi. Bir kishi bu holni ko'rib, "Nima bo'ldi ya Iso? Ortingizdan kim qo'yapti? Kimdan qochyapsiz?" dedi. Hazrati Iso u odamga javob bermadi. U odam, "Ya Rasululloh, ya Ruhulloh, Alloh haqqi, Alloh taolo haqqi, biroz turing. Buncha shoshilingizning hikmati nima?" deyish bilan Iso alayhisalom, "Bir ahmoqdan qochyapman. O'zimni u bilan suhbatlashishdan qutqilayapman. Ket, meni to'xtatma" dedi. U odam, "Ya Nabiyulloh, siz o'sha Masih emasmi? Duoyingiz bilan qanchaning ko'zi ochildi, qancha mayitlar tirildi, xastalar shifo topdi" dedi. Iso alayhissalom, "Ha, men o'sha Masihman" dedi. U odam, "Modomiki har bir istagingizni Alloh taolo qabul etgan ekan, unda nega qochyapsiz?" deyish bilan Iso alayhissalom, "Haq taoloning zoti pokiga qasamki, men bir marmar toshga duo o'qidim, tosh yorildi. Duoyimni bir mayitga o'qidim, tirildi. Ahmoqning qalbiga minglarcha duo o'qisam ham unga aslo ta'sir qilmadi. U aslicha ahmoqligicha qoldi va ahmoq qora tosh kabi qora fe'lidan voz kechmadi. Ahmoqlik illati qahri Xudodir. Buning davolashning aslo chorasi yo'qdir. Eng yaxshi chorasi undan qochmoqdir" dedilar. Dunyoda shunday ahmoqlar borki, haqni tinglamaydi, tinglasa amal qilmaydilar. Demak, ahmoq insondan faqatgina qochib qutulish mumkin. Ahmoqning suhbatida aslo o'tirmaslik kerak. Ahmoq bilan do'st bo'lsang, ahmoq bo'lasan. Seni do'stingning kimligiga qarab senga baho beradilar. Yaxshilar bilan, olimlar bilan suhbatdosh do'st bo'lsang, hurmating oshar. Agar ahmoqlar bilan do'st bo'lsang, hurmating qochar. Odamlar yuz o'girib sendan uzoqlashar. Shuning uchun yaxshilar bilan do'st bo'ling.